Assalomu alaykum aziz Qabla TV obunachilari. Sizlarga bir manzarani bir ko'rsatayin qani. İşte buna manzaralarni ko'rasizlar. Prosta kalla dam olib ketadi. Mana taraflarni qarangiz. Bunday manzaralardan keyin bitta like'ni bosib, bambit qilsalaringiz bo'ladi. Yaxti qarangiz, o't, tizza bo'yi o't. Ella mashinalar ketyapti bu yoqqa. Prosta bambitskiy. Вообще bunday joylarni redka uchratasizlar. Qarangiz, qanchalik manzara chiroyli. Kirib, obuna bo'lib, like, podpisatsiya, podelisiya qilib turingizlar. Manzaralarni ko'rsatib boramiz. Bir Sankt-Peterburg, Lenoblast. Короче. Peterdan где-то 175 kilometr tashqariga chiqib ketamiz. Berazerskning rayoniga yaqin mana joy. Buni yoqqa dальше продолжать qilsak, rayoni Berazerskning. Shunaqa gap. Nima deymiz? Shu uylarni bir ko'rsataymi? Tartib, yaqinlashtirib. Prosta damab yashab jotdi-da bular, prosta damab mana ko'klamda. Bu yerga bir 20 ta sounser bo'lsa, sounserni qo'yib jarib, bunaqa jildirib, o'tlatib o'tirsang, kalla prosta damalatda bunday yerda. Olam o'zi nima deydi? Kallaga ham dam berish kerak-ku. Pagoda bo'lsa вообще bambesk pagoda bo'lib turibdi. Bir chiqibdiqda o'ynalib, kallani dam oltiraylik deb. Mana shunday joy manzaralarni ko'rib, shuni aytdim, bir obunachilarga bir ko'rsatib qo'yayin dedim. Qabla TV'ning obunachilariga like, podpiska, podelisiya bosingizlar. O'sha manzaralarni ko'rsatib boraman. Peterning xohlagan yerini ko'rsataman. Shu yerda kommentariyada qoldiringizlar. Shu yerga bor, kamera qildingizlar. Aparib kamera qilib qo'yaman, xudo xolasa. Aytgan yerlaringizni Peterning adres bo'lsa bo'ldi shu kommentariyada. Kuzatuvchilar, like, podelisiya, podpiska. Manzara misal manzarada prosta. Bu yerga bir 20 ta katta mal bo'lsa, 20 ta katta mal, 100 ta, 200 ta qo'y bo'lsa, qo'yib jarib, tayoqda bir chekkada telefonda internetning go'shini jeb o'tirsangiz, bu yoqda o'zlari o'tlaydi. Tuzza bo'yi o't bu yoqlar. Mol qiladigan joy yaqinda. Mol qilib bu yerda yashasangiz. Bizda ham qani keyin shunday o'tlar bo'lsa. Bizda ham shunday o'tlar bo'lsa, molni qo'yib jarasiz, mana xavar tamartqaga. Satil sutlar sovib olaveringlar. Allah bizga. Nima deydi? Lekin zo'r joy ekan. Ha, mayli. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Amalaringizni Allohning qanoyiga